Okay guys, davom ettiramiz. O'tgan videomizda sizlar bilan would like, ya'ni xohlamoq haqida gaplashdik. Aytib o'tdim videoning oxirida ham. Yana bir ko'rib o'tamiz misollar bilan. Mana I would like yoki I would love like o'rniga bemalol love ishlatsak ham bo'ladi. Ya'ni mana bu qisqartirilgan variant xolos. I'd like. Xuddi shunaqa I'd like deb aytsak yaxshiroq bo'ladi. Bu juda ham muloyim variant hisoblanadi. I want, ya'ni I want desanglar sal qo'polroq bo'ladi. Shuning uchun I would like yoki I would love nimadir desak bo'ladi. Misol uchun I'm thirsty, I would like a drink. I would like a drink. Bu yoqda qaranglar, nima uchun would like to ishlatmayapti? Sababi bu yoqda article bor, a bor. Bu haqida ham alohida gaplashamiz. Drink bu yoqda ichimlik ma'nosida kelyapti, ichmoq ma'nosida emas. Ya'ni men ichimlik xohlayman deyapti, ya'ni ichmoq demayapti-da. Ichimlik xohlayman, shuning uchun ham would like ishlatyapti. Hop, in a tourist office, ya'ni tur agentstvida ekan. I would like some information about hotels, please. Bu narsa would like yaxshilab e'tibor berib, yaxshilab o'rganib ketinglar. Ayniqsa speakingda, agar mabodo boshqa davlatga borib, kelajakda, misol uchun Amerika yoki qaysidir Yevropa davlatiga borib yoki boshqa davlatga borib ingliz tilida ishlatsanglar, would like sizlarga juda ham katta yordam beradi, chunki bu juda ham xushmuomala variant hisoblanadi. Speakingda native speaker, ya'ni ingliz tilida o'sha inglizlar juda ko'p ishlatadi, shuning uchun ham buni bilib qo'ygan yaxshi. Aytyapti I would like some information. I want emasda, I would like some information about hotels, please desanglar chiroyliroq eshitiladi. Ya'ni mehmonxonalar haqida ma'lumot olmoqchi edim, iltimos. Yoki keyingi misol I'm feeling tired. O'zim charchagan his qilyapman. I would like to stay at home this evening. Men bugun kechqurun, ya'ni bugun kechda uyda qolishni xohlayman. Ya'ni u charchagan his qilayotgan ekan, o'zini charchabdi xullas. Uyda qolishni xohlayotgan ekan. Endi would you like and do you like? Xo'p, ketdik. Would you like some tea? Choy xohlaysizmi? Yes please. Ha, iltimos. Do you like? I like. Do you like tea? Yes I do. Endi qaraymiz. Would you like, ya'ni yoqtirmoqqa aloqasi yo'q. Do you like? Yoqtirasizmi degani bu yoqda bu taklif qilyapti, ko'ryapsizlar, choy uzatyapti. Would you like some tea? Choy ichish xohlaysizmi deyapti. Ha, iltimos dedi. Endi bu yoqda so'rayapti, do you like tea? Ya'ni choy yoqtirasizmi? Bu yoqda endi fikrini so'rayapti, yoqtiradi yoki yo'qligi. Endi would you like some now? Biroz xohlaysizmi? Ya'ni biroz choy xohlaysizmi hozir deyapti. No, thank you, not now. Yo'q, rahmat, hozir emas. Adashtirmanglar. Do you like ga umuman would you like aloqasi yo'q. Would you like kimgadir nimadir taklif qilayotganimizda ishlatamiz. Mana bu yoqda aytib o'tgan do you want, ya'ni xohlaysizmi? Would you like ishlatsanglar, do you like bo'lsa do you think tea is nice, ya'ni sizningcha choy yaxshimi? Xuddi shunaqa ma'noda. Bu yoqda endi xuddi o'sha misollari I like oranges, I would like an orange please, ya'ni can I have an orange degan, ya'ni I would like an orange desanglar, I'd like ya'ni speakingda yoki listening qilayotganda ham eshitib e'tiborli bo'lsanglar I'd like o'zi eshitiladi. I like demaydi, I'd like an orange please, ya'ni men apelsin xohlayman. Can I have an orange, ya'ni apelsin olsam maylimi degan ma'noda ishlatiladi. Xuddi shu qolganlar misol bemalol o'zingizlar ko'rib chiqsanglar bo'ladi.